Bugun men obunachilarimiz uchun o'z uyimga qilgan ishlarimiz bilan tanishtiraman. Birinchi navbatda darvoza bilan tanishtiraman. Bu darvozamiz ko'rinishi high-tech fasonda. Ko'rinishi oddiy bo'lgani bilan materiallarini eng baquvvatini tanlab yasaganmiz. Darvozamizni high-tech fasonda tanlashligimiz sababi uzoq yillar modasi o'zgarmasligida. Bu darvozamiz fasonini bundan buyog'iga yangi uy qurtganlarga tavsiya qilaman. Bu darvozamizni orqa tomonlari ham tekis bo'lgan, listlari 2 qavatli, shum izolyatsiyalari bilan bo'lgan. Uyimga qilgan navbatdagi ishlarim zinalarning chekkasiga va o'rtadagi shiyponni aylan atrofiga qilingan perilalar. Bu perilalarimizni ham fasoni darvozamizga moslab turib, high-tech uslubida qilingan. Umumiy holatda bu xonadonimga 60 metr atrofida perila qilganmiz. Materiallarning stenkasini 2:1 eng qalinidan, ustunlarni 8 ga 8, oralaridagi uzorlarni esa 3 ga 3 kvadratdan qilganmiz. Agar sizlarga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Lauz Metalga murojaat qiling.